masjidlarni bu dunyodagi ozgina mukofoti, bu joyda nihoyatda gazetchilar ko'p. O'sha nari tomonlarimizda ham gazetchilar bor. Sizlar bilan birga turgan odamlar boshqa tomonlarga ham chiqdi. Lekin sizlarning isbat sizlarni shu joyga yaqinrog'iga Alloh taolo loyiq ko'rib nasib qildi. Imkoniyatdan foydalanib endi bu joyda chegarasi yo'q. Hattoki mana orqalarda turgan masjid Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning muborak masjidlari. O'zbekchasiga Bulut masjidi deyiladi. Ya'ni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning davrlarida qurg'oqchilik bo'lganda 2 rakat namoz o'qib sahobalar bilan yomg'irda Alloh taolodan rahmat yomg'irini so'ragan. Shunda bir haftacha yomg'ir yoqqan deydi. Yana 2 rakat namoz o'qib o'sha yomg'irda to'xtashlikni Alloh taolodan so'ragan. O'sha masjid Bulut masjidi, yomg'ir masjidi, arablar masjidul g'amama deyiladi. Endi hammasi bir joyda. Endi bu masjidlarda qurilishiga sabab nima sabab? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Makka-i Mukarramada tug'ildilar. Makka-i Mukarramada tug'ilib, o'sha yerda yashab, keyinchalik Madina-i Munawvaraga hijrat qilib keldilar. Hozir siz bilan biz shahar mashinalarida bemalol maza qilib keldik. 5 soat, 6 soatda kelgandik, lekin ayrim holatlarida kelib turib betoqatchilik qilyapmiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nimada kelganlar? Nega kelganlar? Hech kim kelganlar. Oila.